Ko'pincha ayollar vaginal qichishi oddiy shamollashni deb o'ylashadi va aptekadan har xil dorilarni olib qo'llashga harakat qilishadi. Lekin bilasizmi, ba'zida muammo umuman boshqa joyda bo'lishi mumkin. Ya'ni qondagi qand miqdorida bo'lishi mumkin. Gap shundaki, qondagi qand miqdori qancha oshsa, organizm ortiqcha shakari siydik orqali chiqarib yuborishga harakat qiladi. Bu esa jinsiy a'zolar sohasida zamburug'lar, ya'ni kandidalar uchun juda qulay muhit yaratadi. Ular aynan shu shirin muhitda juda tez ko'payadi va chidab bo'lmas darajada qichishni keltirib chiqaradi. Siz qancha surtma yoki shamchi ishlatsangiz ham qichish vaqtincha to'xtaydi, lekin yana qaytalanish kuzatiladi. Chunki siz kasallikka belgisini davolayapsiz. Kasallikka ildizi bilan davolash kerak. Balki o'zingizda qandli diabet bilan bog'liq kasallik borligidan xabardormisiz. Eng birinchi navbatda qondagi qand miqdorini tekshirtirishingizni va ginekologga borib mazok topshirishingizni tavsiya qilaman. Aynan nima uchun qichishayotganini bilish uchun.